mushtak chaldim va uchrashuv boshlandi. To'ychiboyevga Shohruxbek A'zamov hamda Azizbek Isoqovlar yordam berishadi. Superligadagi, aynan Neftchidagi faoliyati bo'yicha menimcha hammasi parchalandi. Hozir umuman boshqacha bosh hudud bor. Yovich sherigini ko'rish kerak. Ko'rish sherigini. Aniq uzatma qamli vaziyat Neftchining imkoniyat. Uzatma zarba gol! Do'stlar, hisobotda Sorat Marushich Sayfiyevdan to'pni qabul qilib oldi va bizda tezkor gol bor. Runol hamma hisob bor bu muxlisda. Bu boshqa vaziyat. Outdan tashlab berildi, to'p o'tib ketdi. Bu Yovich qarang, mana bu yerda do'stlar. Ishoning, O'zbekiston havo yo'llaridan mana shunday bir liner qo'nishi mumkin bo'lgan hudud mavjud edi. Va bu yerga kirib keldi Sayfiyev. Keyin uzatma berdi. Va Zoran Marushich gol urmoqda. Neftchi hozir yana hujumga o'tyapti. Qo'qon harakat qilishi lozim. Chiroyli kombinatsiya olish. Zarba gol! Nimalar bo'lyapti hozir? Ratinho! Wow! Ferreira! Soqov! Himoyasi. Endi bu yerda bilmadim. Boya darvozabonni ayblash umuman noto'g'ri edi. Yovichdan uzatma va yana assist Yovichda. Endi mana bu yerda to'pni deyarli olib qo'ygandi Javohir. Yo'q, mana assist bu safar Yovich emas, Marushichdan bo'ldi. Bu yerda endi Isoqov ozgina aybdor. Terma jamoa libosini kiyishni istaydiganlar bor. O'shalardan biri hozir uzatma berdi Javohir Sodiqov. Javohirning iqtidorini hammamiz bilamiz. Yuqoridan uzatma, xavfli vaziyat, aniq pas. Wow, qanday imkoniyat! Juda qulay vaziyat yuzaga kelgandi Igor Kandrechuk. Ana shu e'tibor yuksaltiradi Superligada. Salimovdan uzatma, o'sha epizod. Rahmat rejissyorlarga va Gadoyevdan pas bo'lgan ekan. Gadoyev keyin chiroyli uzatma, nechta imkoniyat. Berkitildi, jarima jo'natish izlashtirilmoqda. Bu Yovich o'tkazib yubordi. Bir futbolchi olishdan zarba yo'q. Endi har bir tepilgan zarba olishdan gol bo'lavermaydi. Oldinga Rash imkoniyat. Zarba va nima bo'lyapti? Aniq zarba. Ofsayd yo'q edi. Xurshid G'iyosov. Chap qanotda Gadoyev qabul qilib oldi. Qo'qonda imkoniyat. Zarba Shohrux bu safar o'zi hal qilmoqchi bo'ldi. Zarba bu safar ham qaytarilmoqda. Yana bir zarba. Wow! Sol qoldi. Shimol blokga aylanardi. Ozgina pastroq yo'llangan bu zarba. Javohir o'zi ham uzr so'rayapti. Atayin qilmadi, lekin hozir sariq oladimi? Shunday qizil. Hozir shunaqa murakkab holatda edi Qo'qon va hozir umuman shart bo'lmagan joyda qarang nima bo'ldi. Ko'rdik, lekin baribir takrordan ko'raylik. Bu Abdug'aniyev. Bu chiziqda, bu holatda ishlari bilan endi hakamda formal barcha sabablar bor edi. Shohrux Gadoyevni tushunaman, sardor sifatida istamayapti. Ruslanbek Ismoilov, Ruslanbek Fominni maydonga tushirdi. Sabablari noma'lum.
Salomatligi va imkoniyat, zarba va gol! 3 gol! Xurshid G'iyosov gol uryapti. Nefchi gol bilan chiqdi. Uchish-qo'nish yo'lagini qursa bo'lardi. Jamshidni uzatma. Siz kimdan deb o'ylayapsiz? Endi bu yerda juda unchalik emas ekan. 4-raqamdagi Asliddin Toshdemirov ham maydonga tushgan ikkinchi taymda. Buni ham aniqlab ketib olamiz. Tarkiblarga hali ulgurmagandim. Yaxshi bo'lyapti. Mana epizod qahramonlarini ko'rib olyapmiz. Demak, Shepilov ham o'zgartirish qilgan. Toshdemirov ham o'tkazib yuboryapti. Oyoqlari bilan qaytarishga urindi, lekin uddalay olmadi. Xurshid esa gol uryapti. Xurshid bir tomondan juda qiyin, lekin hali vaqt juda ko'p ekanligini hisobga olsak, hisobga olsak, yana G'iyosov, yana fintlar va yana zarba. Bu safar Isoqov qaytardi. Oldinga o'tib ketyapti. Xato, Nefchining imkoniyat. Jamshid Iskandarov, zarba. Isoqov, ofsayd bor ekan. Ofsayd bor ekan. Yovich, ofsayd yo'q. G'iyosov, gol! Xurshid dublni rasmiylashtirmoqda. Hal qildi yana. Ochilib ketsa, ba'zida hat-trick ham qiladi. Mana 4-0. Qabul qildi. G'iyosov qaradi. Yovichdan assist. Yana bir yaqin ustun yordam bera olmaydi. Yaxshi uzatma. Chiroyli, ajoyib kombinatsiya, uzatmalar. Kechagi Dembelening zarbasini eslatdi. Yovichning zarbasi hammasi juda zo'r amalga oshirildi-yu, lekin hisobda 1-0 bo'lganda, 0-0 bo'lganda bunday ajoyib imkoniyatni menimcha Yovich ham o'zi boshqacha zarba yo'llagan bo'lardi. Ismoilov shogirdiga ko'rsatma bermoqda. Qanot ungacha esa gol! Ungacha gol! Offside. Offside deyilmoqda. Zafar qaytib tushdi. Tarkibida imkoniyat, xavfli vaziyat, zarba ustidan tashlab qo'ymoqchi bo'ldi. Shunaqa Beritsa, Stipen. Uchinchi bo'lim. Undan keyin hamma narsa uchinchi bo'lim. Nurbek sentyabrda 18 ga to'lar ekan. Ustidan Nurbek hali 18 ga ham to'lmagan. Aliboyev endi ketma-ket imkoniyatlar yuzaga kelyapti. Bu zarbachi Botirali ham seyv qilish kerak edi. Markazga uzatma, imkoniyat, zarba va endi seyv Isoqov tarafidan. Qanot. Yaxshi pas, xavfli vaziyat. To'xsanov. Baler. 3-chi yoki 4-chi zarbasi maydonga tushgandan keyin.
Yana bir zarba. Offside. Aliboyev. O'zi balki. Darvozabon qaytardi. Ikrom oxiri o'zi gol urmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda sheriklariga uzatma berib keldi. Vaqt tugadi. Endi hujum mantiqiy yakuniga borish kerak. To'p maydon tashqarisiga chiqish kerak balki. Yo'q, bo'ldi. Mana shu soniyada To'ychiboyevning mushtagi yangradi va Farg'onaning Neftchi jamoasi Farg'ona derbisida Qo'qonni mag'lub etmoqda va do'stlar